Bugun biz Chorsu bozorida necha pulgacha pul topishadi va uni qayoqqa ishlatishadi, o'sha haqida gaplashamiz. Qani bo'lmasa, ketdik. Biz bu yoqqa kelib, qassob, oshpaz, etidoz, aravakash hamda sotuvchilarimizdan necha pul topishlari haqida javob oldik. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Siz bir kunda o'z bu yoqda necha pulgacha ishlab topasiz, uni nimaga ishlatasiz? Uyga ro'zg'orga ishlataman. Necha pulgacha o'zi topsa bo'ladi? 100 ming, 150 ming. Bir kunda necha pulgacha pul topasiz, uni nimaga ishlatasiz? 100 ming, 150 ming topamiz bolam. 100 ming, 150 ming, Ha, men o'zim 150 ming topaman bolam, bo'ladi. Ishlab ko'rganmiz-da, har xil ishlarda. Sizni ishingizda ham qiziq masalan, necha pulgacha ishlab topish? 100 ming ham topasan, 200 ming ham topasan. 50 ming ham topasan. Bu ishda ham masalan arava tortib bir kunda necha pulgacha ishlasa bo'ladi bozorda? 80 ming, 90 ming topsa bo'ladi. O'zi aravani ham anonisi bormi, arendasi? Bor. Necha pul? 29. Agar mabodo shu videoyimizda 5000 ta layk yig'adigan bo'lsa, biz bozorda arava tortib ishlab ko'ramiz va albatta uni videosini chiqaramiz. Oygami? 2 million. Qo'lda Chorsida necha pulgacha pul topsa bo'ladi? Shunga qarab ishlata olishgan. Agar qo'lda necha pulgacha pul ishlasa bo'ladi bir kunda? O'sha haqida. Lekin opsida 2-3 million shum bo'ladi. Sizlar o'zi nima ishda ishlaysizlar va kuniga necha pul topasizlar? Albatta kommentlarda yozib qoldiringlar.